Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilar, hozirda 4G185 kabelni paletini shtankaga olib elektromobillarga zaryadni stansiya qilyapmiz. Mana boshlang'ich holatiga yozmani tepaga keladi. Transformatorga irg'ish teriladi mana. Video davomida yana tushuntirib o'tamiz. Boshlanishi bu. Jarayon davom etmoqda mana. Boshida tagida g'ishtlar bor. G'ishtni ustidagi qum. Mana endi devor qilib, lotok qilib kelyapti. Ketyapmiz. Bu yoq ham mana qum. Qum bilan tramopka qilib transformatorga boradi tepaga. Bu ketdi. İşimizden tugadi. Zaminasini ham qoqib, mana tayyor qildik. Endi bu yerga beton qo'yilib, kabellar chiqariladi. Elektromobilga zaryadni stansiya bu. 160 kilovatlidan ikkita qo'yiladi stansiyasi. Shunga kabelni tashlab oldik.